inson xursand bo'lish kerak. Agar Alloh taolo uni ibodat bilan mashg'ul qilayotgan bo'lsa, o'ziga qullik bilan mashg'ul qilgan bo'lsa, demak Alloh taolo u bandani yaxshi ko'rar ekan. Siz va bizlarni Alloh taolo ash topgan pulimizni boshqa joylarga ham Alloh taolo sarf xarajat qildirib qo'yishlikka qodir edi. Ana shu pulni topdim, endi mana umraga boraman deb turgan paytinglarda, ana shu pulni topdim, mana Madinaga boraman, Rasul akramni ziyorat qilaman deb turganinglarda biror bir yaqinlaringizni kasal qilib yo o'zingizni sog'lig'ingizni olib qo'yib, ana shu joyga ham Alloh taolo pulingizni burib qo'yishlikka qodir edi. Lekin Alloh taolo nima qildi? Ana shu narsalardan yiroq qilib, siz mehnat qilib topgan halol pok pulingizni o'zini eng aziz quli bandasi Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilishlik yo'lida sarf xarajat qildirgizib qo'ydi. Demak bu Alloh taoloning hali ham sizga umidi bor. Alloh taolo sizni yaxshi ko'radi va Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan amalni ustida sizni ko'rgisi kelibdi.